Abduqodir Husanovning atrofidagi mish-mishlar haqiqatmi yoki shunchaki bo'rttirma? So'nggi paytlarda O'zbekiston terma jamoasi Angliyaning Manchester City klubi himoyachisi Abduqodir Husanovning atrofida turli mish-mishlar tarqalmoqda. Himoyachining so'nggi 5 uchrashuvda maydonga tushirilmagani fonida ingliz nashrlarida uning shaharliklar safida ketish mumkinligi haqida xabarlar paydo bo'ldi. Hozir shu mavzuga batafsil to'xtalishga harakat qilamiz. O'zbekiston terma jamoasining mart oyidagi yig'iniga kelgan Abduqodir Husanov O'zbekiston ommaviy axborot vositalari tomonidan ancha iliq kutib olindi. Sababi futbolchining Angliya Premyer Ligasida paydo bo'lishi nafaqat o'zbekistonlik muxlislarni, balki boshqa xorijiy mamlakatlarda ham ancha muhokamalarga sabab bo'ldi. Shu bois uning Toshkentga kelishi rezonanslarga sabab bo'lgan tabiiy holat. O'zbekiston terma jamoasining mart oyidagi Qirg'iziston hamda Eronga qarshi uchrashuvlarida maydonga tushgan Husanov Tehrondan Manchesterga uchib ketdi va barchasi shundan boshlandi. Xususan, Husanov Manchester City yig'iniga yetib borgach, jamoaning Angliya Kubogi chorak final doirasidagi Bournemouthga qarshi bellashuvida asosiy tarkibda maydonga tushdi. Ammo kutilmaganda Pep Gvardiola uni ikkinchi bo'limning boshida Niko O'Reilly bilan almashtirdi. Oradan 3 daqiqa o'tib Abduqodirning o'rniga tushgan ingliz futbolchisi Erling Haalandning goliga mualliflik qildi va uchrashuvning eng yaxshi futbolchilaridan biriga aylandi. Keyinchalik Husanov Angliya Premyer Ligasi 30-turidagi Lesterga qarshi bellashuvda qaydnomaga kiritilmadi. Ingliz nashrlari ushbu holatda bosh murabbiy o'zbekistonlik futbolchiga dam olish imkonini berganida keyingi turdagi Manchester derbisiga yaxshi asrab qo'ygani haqida xabar tarqaldi. Shu sababli Lesterga qarshi bahsda futbolchining yo'qligi O'zbekiston ommaviy axborot vositalari unchalik muhokamaga sabab bo'lgani yo'q, lekin Husanov Manchester Unitedga qarshi o'yinda ham maydonga tushirilmadi va bu Husanovning muxlislarida xavotir uyg'ota boshladi. Shundan keyin futbolchi Crystal Palace, Everton va Aston Villa bilan o'yinlarda ham zaxirada qoldirildi. Abduqodir maydonga tushirilmasligi hamda uning asosiy raqobatchisi deya qaralayotgan Niko O'Reillyning ketma-ket gollar kiritishi hamda o'zbekistonlik muxlislar va Husanovning Manchesterdagi safari qarigani, O'zbekistonga kelganda uni tadbir olib yurishgani, hatto bloger Abdurahmon Fozilov futbolchining atrofida o'ralashib qolgani bilan bog'lanishmoqda. 23 aprel kuni ingliz nashrlarida Manchester City o'zbekistonlik futbolchini ijaraga berishga tayyor ekanligi haqida xabarlar paydo bo'ldi. Sababi shaharliklar rahbariyati Husanovning ko'proq o'yin amaliyotiga ega bo'lishini istab, uni vaqtinchalik boshqa jamoa bilan berishini. Aslida bu qanchalik to'g'ri? Agar bir tomondan qarasak, bu ancha oqilona qaror. Sababi O'zbekiston terma jamoasining oldida muhim bahslar turganda yosh va iqtidorli himoyachimizning zaxirada ko'p qolishi yaxshilik alomati emas. Chunki bu holat futbolchining kelajagiga ta'sir qiladi. Manchester City kabi qudratli klub bo'lmasa-da, o'rtamiyona jamoaga o'tib, uning asosiy tarkibida muqim joy egallashi ham futbolchi uchun ham, O'zbekiston terma jamoasi uchun ham muhim. Ammo yana bir muammo paydo bo'lishi mumkin. Bu til bilan bog'liq holatlar. Sababi hozirgi kunda O'zbekiston futbolchisi uchun eng katta to'siqlardan biri ingliz tilida yaxshi suhbatlasha olmasligi. Agar Husanov Angliya chempionatidagi jamoaga o'tsa, bu yaxshi, chunki Pep Gvardiola himoyachining ingliz tilini o'rganayotgani haqida matbuot anjumanlarida bot-bot takrorlab kelmoqda. Lekin Ispaniya La Ligasi yoki Italiya A seriyasida ishtirok etadigan klub bilan shartnoma imzolasa, Abduqodirda yana o'sha holat, yangi muhit, yangi mamlakat va albatta yangi til bilan bog'liq muammo paydo bo'lishi mumkin. Shu bois uning boshqa klubga o'tishi ham yaxshi va yomon tomonlariga ega. 23 aprel kuni Abduqodir Husanovga oid yana bir xabar paydo bo'ldi. Ya'ni o'zbekistonlik futbolchiga Italiyaning eng qudratli jamoalaridan biri Yuventus qiziqish bildirmoqda. Unga ko'ra, tomonlar hozirda muzokara o'tkazmoqda. Hatto shaharliklar rahbariyati himoyachini Turin klubi a'zosi Andrea Cambiosesga almashtirish borasida o'ylab ko'rayotganini bildirdi. Ushbu xabar ommaviy axborot vositalariga sizib chiqqach, O'zbekiston muxlislari orasida ham yana o'sha fikrlar paydo bo'ldi. Husanov uchun barchasi tugadi yoki Abduqodirni Abdurahmon Fozilov buzdi qabilidagi gaplar urchib chiqishni boshladi. Futbolga qiziqadigan muxlislar yaxshi bilishadiki, Yuventus qanday jamoa va unda qay darajadagi futbolchilar o'ynaganini yaxshi bilishadi. Shu sababli Husanovning turinliklar safiga o'tishi hech qanday pasayish emas, aksincha
ham yana o'sish bo'lishi mumkin. Chunki Italiya futboli anchadan beri himoyaviy o'yin namoyish etishini, Yuventus esa doimiy A Seriyaning top jamoalari qatorida bo'lishi va ular Chempionlar Ligasida muntazam ishtirok etishi o'zbekistonlik futbolchi uchun har qachongidan ham plyus bo'lishi mumkin. Ushbu mish-mishlar fonida O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi matbuot xizmati rahbariyati hamda taniqli sharhlovchi Davron Fayziyev Husanovning oila a'zolari bilan suhbatlashib, uning atrofidagi vaziyatga oydinlik kiritishga harakat qildi. Fayziyevning aytishicha, Husanov tarkibdan chetda qolishi ortida hech qanday salbiy sabab yo'q. Aksincha, murabbiy Pep Gvardiola mashg'ulotlarda unga doimiy e'tibor qaratadi, taktik ko'rsatmalar beradi va unga hali ham to'liq ishonch bildirmoqda. Husanovning jismoniy holati ham anchagina yaxshi, hech qanday pasayish kuzatilmagan. Bosh sabablardan biri kuchli ichki raqobat. Ketma-ket o'yinlarda gol va assistentlar qayd etgan yosh himoyachi Oriali chap qanotda o'z o'rnini mustahkamlab oldi. Natijada yoshga Gvardiola markazga, Ruben Diasni esa markaziy o'ng himoyaga o'tkazdi. Bu taktik o'zgarishlardan keyin jamoa ketma-ket g'alabalarga erishdi. Shunday paytda ayniqsa himoya chizig'ida murabbiylar odatda o'zgarish qilmaydi. Ayni paytda Cityning har bir ochkosi Chempionlar Ligasi yo'llanmasi uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega. Abduqodirda hali imkon bo'ladi, ishonch bor. Uning o'zi ham pozitiv ruhda, faqat o'zi imkon kutmoqda. Faqat ishonchli manbalarga e'tibor qarating, deydi Fayziyev. Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, Husanov atrofida aylanayotgan mish-mishlar ko'proq taxminlarga asoslangan. Murabbiy unga ishonmoqda, jismoniy holat joyida, raqobat esa tabiiy jarayon. Unga vaqt berilishi va to'g'ri muhit va doimiy o'yin amaliyoti muhim. Biz muxlislar esa qo'llab-quvvatlashda davom ettirishimiz zarur. Chunki u hali oldinda ko'p narsa bori quvontirishi mumkin bizni. Shu sababli futbolchimizni faqat va faqat g'alaba qo'llab-quvvatlash va shunga o'xshash jarayonlarda qo'llab-quvvatlashimiz zarur. Chunki unga bildirilgan har qanday ishonch Husanovga qo'shimcha kuch berishi tabiiy. Aziz do'stlar, ushbu videoga like bosing, kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Husanov olg'a deb yozib qo'yadigan bo'lsak, qachonki bu videoni ko'rib Husanov o'ziga bo'lgan ruhan motivatsiya olishini bilasiz. Aziz do'stlar, keyingi videolarda ko'rishib qolguncha deb qolaman.